kuchalar, prostataga, miyoma kistalarga. Smyodom. Miyodam. Bir nima adni cho'g'ilib. Bu yamanqami, rossiyskimi? Ha, bu Qirg'izdan keladi. O'rmon qola, bo'g'in kasalliklarga, grijaga, tanadagi tuzlarga, moziga, mana valerianga, asabga, ustuvga, yurakga, xel bor, sahrga, qizlar. Nima u? Xel bor. Sahrga, qizlar miyoma kistalariga. Baroyim atganini bilsa kerak ular. Ha, mana shuni biladi. Mana bu Ivanchayga o'xshaydi-da, ustidagi. Krasnoy shotka ham ayollar uchun, jins tomonlashlarga. Besmертник o'lmasa o'rishchaga nima deydi buni? Besmертника, yaxshi mana shu. Mana bu aralashma. Ha, bu yerda 12 xil giyohdan tayyorlangan. Bu qanchadan? Davlinaga, buyrakka 150 ming. Kapamarina Indiyadan keladi. Tug'ilmayotgan ayollarga bu. 2 qat bo'lmayotganlarga. Kundur Pokistondan keladi. Mana buchi? Bu qizil qand, bunisi qora qand. O, nastoykalar bor даже. Тысячелетник, это девесиле. Devisil, Qarandiz. Bu biznikimi или Rossiyadan? Yo'q, bu o'zimizniki bor. Bu nastoyka, Boligolovka. uzum sirkasi. Bu Chistotel nastoyka. Nastoyka chistotel nima uchun? Yaralarga, qichmalarga. Yarul, aha. Arkasi cho'rni tumini bor bu sidana. Bu tamam bu mindalli bor, tamam bo'lgan. Ana uch orqasida. Bu cho'rni tumin. Черный тмин, u zo'r narsa u. U kimniki? Bumi o'zimizniki. Amela. Yurakka, davlinaga, qon suyultirishga. Bu nima deydi? Semina, ha. Ana yurak kuyib. Pashida pachkasi bo'lib qo'ydi, ichkariga kiring bor pachkasi, qizil pachkasida turibdi. Bu semina endi ustidagi, semina hammasi. Ha, yo'q, bu mana bu amela, bu amalaja. Ana nima? Karkadil nima deydi? Bu qayerdan keladi? Kardamon, ha. Bu qayerdan keladi? Bu ham Pokistondan olamiz. Pachkasidan turibdi. Bu yaxshi narsa. Bu amela. Qanchadan kardamon? Kardamon 1 gram 1,5 ming. Amela. Chia urug'i, rastarovsha, sariq xarila, qora xarila, bu tulki mayak, kalsiy. Ух ты, кальций. Nimadan u kalsiy? Тоже травяной, a? Ha, hammasi travinoy. Kalsiy qanchadan? 150 gram. Mumiyo. Tozasimi? Ha, Qirg'izistondan keldi. Uх ты, mana bu qizlarga kerak edi. Tabiiy kalsiyda bormi? Mana oldingizda turibdi. Yeb ko'rishingiz mumkin. Действительно kalsiyni Kundur bor. Pokistondan keladi. Boya yoquvdim, ko'rdingmi? Yonadi ham. Ha, shuni yoqadimi? Ha, juda kuchli narsa. Kundur haqida ma'lumot istasangiz internetda bor ana. Kundur nima qiladi? Mana bu nima qiladi? Kundurmi? Allergiyaga, bronxitga, yuz ko'rikka, jimpinlarda deydi, ko'z tikkanlarni yo'qotadi. Mana buni o'zingiz saqlaysiz. Ha, o'zimiz saqlaymiz. Qanaqa ichish kerak buni? Bu shunday kapot turib yutib olaveradi, xohlasin, bir piyola olgan damlar ichaverasiz. Тоже до еды, после еды разницы yo'q. Ovqatdan oldin doim. Kalsiy asosan men meditsina bitirganman, kech payt 5 ta, 6 da ichsangiz singadi. Kech paytda faqat. Keyin qattiq aralashtirsangiz ham yaxshi. Чайный ложка bu? Yo'q, bundan ham kamroq. Действительно yordam beradimi kalsiy? Yordam bermasa sotmaydi. Ko'p narsa borda, men bozorlarda bilmaysan qanaqa vitaminlar bo'ladi-ku, kalsiy, malsiy. Bu ham zo'r narsa. Mana bu yerga 16 xil giyohdan tayyorlab qo'yib, osh kasallikka bu. Sulton, shifo. Bu namidu, asal bilan aralashgan, asalga aralashgan. hammasini o'zingiz ishlatasiz mana buni. Ha, o'zimiz, hammasi o'zimiz. Mana bu o'rxada nima? Ha, bular shuni fermalardan olib keladi bular. Ha, просто choy. To'rtova choy. Bu ham zo'r narsa, men ichib ko'rdim-da o'zim. Yaxshi ekan. Yaxshi. Qanchadan bu? Samarqandskiy emasmi? Yo'q, bu o'zimiz Oqtoshki 35 ming. 250 gram. Qizlarga aytish kerak. Qancha dedingiz?
35 bin. 35 ming. Onun iki xili var, yana bir xili var. Ha? Bu ham 35 bin. Mana bu samarqandskiga o'xshaydi. Bu o'zimizda Oqtosh deymiz bari. Bu bizniki Oqtoshdan. Oqtosh zo'r narsa. Yaxshi ekan. Ko'k choy bilan. O'zi choy dedim, uğraş bu. Ko'k choy. Uğraştı, tavarka sokan insan. Апельсин, лимон, корица. Ух ты, шафран, чебрец, шиповник, красный боярышник, клубника, персик. Ой, rahmat.